ko'rib olamiz. Xo'sh, ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov, xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkibulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkibulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l, Erkibulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkibulan. Knockdown holati. Xo'sh, yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi.